Распаковки. Boshlaymiz. Bundan to'rtinchisi. Buni ochib ko'rasan. Hamma taraflab ranglarini farqlab qo'yganmiz. Mana shuni ko'rsangiz bo'ladi. Potensiya bor. Ikkita 102. Keyin bu ham katta variantda yuvinadigan soch. Har xil rangidan kelgan. Qilib sotadi. Yumshoqqina. Mana usti bunaqa aytchali. Material juda yumshoq. Детский kurtka. Yuz soch hammasi ikkitadan. Ikkitadan sifati yaxshi. Mana shunday yozuvi bor. Mana bunaqa fasondagi tapchilar qilinsa. Mana sifatini ko'rsangiz bo'ladi, sifati chiqdi. Mana sochma bu. Vakuum qilingan ekan. Vakuum qilingan uchun mana qat bo'lib turibdi. Ochsa, chiqib ketadi. Mana buni. Buni yetish kerak. Mana shunday. Bu katta variantdagi vanna uchun, keyin yuz uchun ikkita, qo'l sochig'i ikkita, yana qo'l sochiq bunda ham ikkita. Keyin bu adashmasam yuvinish uchun. Vanna uchun. Bu ikkita makina. Mana bunaqa chiroyli. Olchalik qo'ltiqlar. Bu bo'lsa çok güzel. Mana bunaqa. Taurus degan yozuvlar ikkita kichkinasi, keyin ikkita kattasi. Bu ham vakuum qilingan ekan, buni qo'ymayman, egasini o'zi ochadi. Qo'yay qo'yman degan. Buni nima deb qo'yaymi? Degan. Mana bu adashmasam yuz uchun ajratilgani, keyin qo'l sochiq. Yo'q, nagi vanna uchun ekan, mana yuz uchun ikkita, keyin bu ham vanna uchun katta variantdagisi. Sifati yaxshi. Mana bu bo'lsa yuz uchun mo'ljallangan varianti. Mana bunda o'q varianti, bundan 3 ta, 2 ta, 3 ta. Keyin hammasini sonini ko'rib chiqaman, mana bunday. Hozir ketmani ko'rdim. Teknik ochib bo'lishim kerak. Mana bunaqa qo'yib o'tganman. O'qni o'z yerimga ochib qo'yaman. Mana bu. Kasoqda bu. Yangi o'g'lim sotdi. Mana. Sotib ko'rsangiz bo'ladi, sifati zo'r. Fashion film ekan. Mana shu. Sifati zo'r kelgan. Keyin bu ham qilinsa deydi. Mana shunaqa narsa ekanlar. Spreydan krem bor o'sha. Buni ochib bo'lmaydi, egasini o'zi ochadi. Mana bu ham. Kuchlarga bakazdan biri. Hozircha asta-sekin qolganlari ham kelyapti. Mana shunaqa narsa bor. Kitobchasi bor ichini. Sinmasligi uchun ko'chakda. To'qqizlab ko'rsataman. Mana shunaqa projektor bor, to'qqizga ham bor. Yoqiladi, to'qqizlanganda qanday bo'lishini ko'rsataman. Hozir sim qolishi mumkin. Keyin bu desa bo'len. Shunday. Başlayalım. Bo'len degan yozuv bor. Bo'len rangda. Bu sifati zo'r. Katta zo'r. Mana bunday kiyimlari, keyin bunaqa qishloqchasi bor. Remishoqlarigacha hammasi bor. Buni o'zi egasi ochadi. Mana sifatini ko'rsangiz, buni yaqindan sifati zo'r. Ko'rasiz.